O'rtoqlar, biz hozir Toshkentda Serilda avtosentrga kelganmiz va bu yerda bir nechta brendlar, avtosalonlar bor. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Ismlari Rustamjon. Rustamjon akamiz bizga bitta savolda yordam berishga harakat qiladilar. Ya'ni elektromobil zo'rmi? Benzin motor zo'rmi? Gibrid zo'rmi? Qaysi biri zo'r? Uni ustida Mashina bilan. mashinani ustida ko'rsatganimiz ma'qulroq. Gap yo'q. Qaysi biri zo'rligini o'zingizlar bilasizlar. Otabekning gapi. Ichkariga marhamat. Bu yangi modellarda yana nechta qo'shildi, xudo xolasa? Aka, bu yangiliklarni cheki yo'q. Aha. Yana yo'lda kelayotganlar bor. Xudo xolasa. Hammasini ko'rsatamiz aka. Mana mashinalarning oldiga yetib keldik. Aka, bu qanaqa mashina? Xo'p, bu Aykar 207 modelimiz. Aykar 207 bu elektromobil. Elektromobil. Bu qanaqa mashina? 577 benzinligi. Benzin motor. Bu qanaqa mashina? Bu Fengon 508. Ha. Gibrid modelimiz. Gibrid. Ana endi haligi savolga javob bersangiz aka, qaysi biri yaxshi, batafsil tushuntirsangiz, narxini eng avvalambor va avtomashina qulaylik, komfortini bitta o'zingiz yaxshilab tushuntirib bersiz. Albatta, mashina haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz, lekin realnisi eng yaxshisini aytaymi? Ha. Yozib oling. Ha. Pulingiz qaysiga yetsa, narxga bosing, o'shanisi yaxshi. Hammalarsiz. Boringizga shukr aka. Benzinmi, gibridmi, elektrmi, pulingiz yetgani zo'r. Qaysini mingingiz kelyapti, o'shani mining. Qaysini olgingiz kelyapti, o'shani oling. O'zingizda hech narsani ayamang. Siz arziysiz, siz shuni biling. Chunki siz bir marta dunyoga kelasiz. Bosib oling dedi-yu. Ha, malades aka, kam bo'lmang. Endi qarang, bitta savol. Uchalasingizda eng ot kuchi ko'p qaysi biri? Eng ot kuchi ko'pmi? Ha. Hop. Mana bu 288 ta gibrid. 288 ta. Ikkita motor, ham elektro, ham benzin. Ikkalasi qo'shilganda jami 288 ot kuchi bo'ladi. 177 ta ot kuchi benzinli 1.5 atmosferniy motorligida, elektro motor quvvati 110 ta ot kuchi. Malades. Ikkalasi qo'shilganda 288 ta ot kuchi bo'ladi. Eng ko'p ot kuchi bu. Shunday. 7 o'rindiqligi qaysi biri? 7 o'rindiqlik, kamiga gibrid. Xohlasangiz tokda, xohlasangiz benzinda ham bemalol yursangiz bo'ladi. Mana shu mashinada. Albatta. Tok zaryad oladimi bu? Elektrdan? Oladi. Oladi. Yurish jarayonida o'zini zaryadlab ham ketaveradi. Bundagi motor как dirijor vazifasini bajaradi. Ha. Bu zaryad beradi ham. Beradi ham. Voy malades. G'ildirak aylanish jarayonida o'zini zaryadlab ham ketaveradi benzinni hisobida. Rekuperativ tormojeniya deydi. Albatta. Malades. Gap yo'q. Endi aka, qizili qanaqa bu? 77. Bu qizilli har xil ranglardan bor xohlasangiz. Hop. 577 modelimiz qizil rangida. Hop. Hop, 1.5 turbina motor, 169 ta ot kuchi. Voydod. Toyota Raj motori bilan jihozlangan. Volkswagen korobka mexanizm. Ha, avtomat korobkami bu? 169 ta ot kuchi. Avtomat korobka 7 bosqichli. DCT korobka mexanizm bilan jihozlangan. Malades. Bu 5 kishi, 7 kishi. Bu 5 kishilik. 5 kishilik. 5 o'rindiqdan iborat. Xullas, hamma qulaylik ichida. Nima bo'lsa bor. Siz narxini so'rang, narxi necha pul bo'pti? To'xtang, boshqalarni ayting. Ha, gap yo'q, bo'laveradi. Videoni ko'rishda davom etinglar. Oxirida aynan shu narxni aytamiz. Gap yo'q. Buni 7 o'rindiqli dedik, gibrid dedik. Endi bunisi qanaqa? Xo'p, bu 100% elektrokar hisoblanadi. Aykar 207. Elektromobil. Albatta. Xo'p, 100% elektro zaryadda, misol uchun 512 km LCT bo'yicha berilgan. Lekin O'zbekiston sharoitiga realность 450 km bemalol yozga yuradi. Xudo xolasa. 400-380 km atrofida men borini aytaman. Xo'p. Malades. Sotish uchun emas, men rostini aytaman. Boringizga shukr aka. Boringizga shukr. 4 yildan buyon men shaxsiy salonda ishlasam, Xudoga shukr, xalq xizmatida bo'lsam, faqat rost gapirganman. Malades. Iloyim mana shunaqangi haqiqiy chestniy savdogarlar ko'payaversin. Aka, bu 5 o'rindiqli ham 5 kishilik. Bu 5 talik o'rindiqdan iborat, 211 ta ot kuchi. Haydovchilar mustaqil. Xo'p. Undan tashqari o'rindiqlarda Abduf Abagriv, oldi o'rindiqlarda ham orqasida ham. Orqada ham isitish sovutish bor. Albatta. Undan tashqari oldi o'rindiqda massaj, atamankasi ham mavjud. Atamanka. O'zini o'tirgizib, oyoqlarni ko'tarib, uzoq yo'llarga, ziyoratlarga ham ketaveradigan bo'laveradi. Bunda 211 ta ot kuchi bo'lsa, nechta motor? Elektromotor. Elektromotor bitta bo'ladi. Bitta elektromobil 211 ta ot kuchi. Xuddi shunday. Voy malades, u uchovini ham qo'shib bitta qilganda ham elektromobil kuchli ekan, elektromotori. Albatta. Endi aka, mana qarang. Aykar nech pul? 577 nech pul?
va Fengon 508 Ever nechi pul? Qarang aka. Elektromobil xohlagan do'stlarimiz uchun Hop, bu modelimizni nafaqat narxi o'zini tan narxi 377 million edi. 7 million chegirmada 370 millionga beryapmiz. 7 million chegirma. Albatta. Hop, bo'ladi. Plus Hop, 3 yilga 0% bilan hop. 0% bilan Yaxshilar. halol narsaga rasman avtosalonni o'zi bilan beradigan mart avtosalon bormikan? O'zi kommentariyada aloqaga chiqishaversin. Bu Rassrochka dedi. Hop, Xalq boradi. hop. Borsa o'sha bank orqali 60 million farqi bor, 70 million farqi bor. Aynan ishtirokchi uchun men 100% bemalol karla batasini ayta olaman. Avtosalon o'zi bilan bemalol kelib bir kunda bitta pasport bilan olib ketsa bo'ladi. Hech qanaqa bank yoki kredit yoki prosent hech narsa aralashmaydi. Shu yerda o'zida. Shodda o'zida ishlar bitib ketadi. Voy malades. Taqiq qo'yiladi, notar orqali oldi-sotdi bo'ladi. 50% pulini to'lasangiz, Hop, nomingizga ham chiqazib yuboramiz. srazu. Agar yo'q, menda pulim kamroq, Hop. yillik bir pochka bor edi yoki 10 ming. 9 ming pulim bor desiz, o'zimizning nomimizda turib turadi. To'lavingiz 50% yetgandan keyin bemalol oformat qilib o'z nomingizga olib chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Qolgan 50% ni ham sekin to'lab turasiz. Necha oyga? 3 yilgacha 36 oyga. 5%. 5%. Nobodoga O'zini narxi. o'zini narxi. Hop, Nabodoga Nobodoga 1 yilda olib borsam-chi desa, desinlar, hammasini ochib qo'ymang. Kelsin, o'zing uchrashsin, inshaalloh Xudo xolasa, cho'pga narxlarga qilamiz. Malades aka. Alloh xayr qilsin aka. Iloyim, iloyim. Aka, endi 377 milliondan 7 million skidka. Chegirma. Buchi? Aka, Hop. agar Hop, mayli, mazza qilsa xalqimiz mazza qilsin. hop. Mana shu uchun agar 2 yilda olib boraman, 50% ni to'layman degan obunachilaringiz uchun Hop. mashinani 345 millionga beraman. Hazlashmang aka. 25 million mana Rustam tog'adan. Bormi, aqli yetsa qilsin bironta. Ana bo'lmasa. Hamiga, halolasiga, ham sizga 25 million chegirma nima deyapti? Bormi bironta avtosalon bormi? Avtosentrga o'xshagan avtosalon bormi yo'qmi? Malades. Kommentda fikringizni kutib qolaman. 345 million dedingiz. Qilib beraman dedim. 345 million qilib beraman. 370 million so'm o'zini narxi. O'zini narxi. 25 million chegirma qilib beraman. Chegirma qilib berasiz. 50% ni qolgan 50% 2 yil to'lasa. 5% shunda biznes bir so'm qo'shilmagan holatda bo'lib turibsiz. Malades aka. Bozoringizni bersin aka. Hop. Malades. Bu modelimiz bilasiz. Xaridorgir bo'lgan, kerak bo'lsa puli bilan ham kelib ola olmay ketgan. Oilaviy avtomashina. Obunachilarimiz, mijozlarimizda misol. Hop, Bugungi kundagi narxini eshitding. hop. Bilasiz, birinchi kelganda 42 ming dollar sotilgan mashina. Shunaqa, ha, gibrid. Realni o'sha sifat, o'sha kачество saqlangan holatda hozirgi kunda 322 millionga bosib olsangiz bo'ladi. 42 ming u 500 million bo'lgani u hozir 300. O'sha full komplektatsiyasi saqlangan holatda mana realnisi. Bez probekti oq rangidan bor yo'g'i boyagi zakazchilar uchun 50 ta chaqirib turdim. Hop. Kelsalar beraveramiz. 15 ta qoldi, ulgurib qolinglar deydi. Boshqa ranglari ham bormi? Yo'q, faqat oqidan 50 ta. O'zimiz iqlimga ko'pchilik oq qolgani uchun oqidan chaqirdim. Malades. Bu oilaviy, semiyniy miniladigan mashina bo'lgan uchun. Bu mashinaga ham rassrochka qilib o'zini bo'lib berishga kelishib bering. Yo'q, buni narxga sotay aka. Faqat. Bu narxga sotib oling. Malades. Ozgina qoldi-da. Chunki modellarimiz ko'p. Bundan ozgina chaqirtirdim 50 ta zakazlar uchun o'zi 30 tasi chiqib ketdi. Bor yo'g'i 20 ta bo'lsa, bugun ham bitta shartnoma qilishda adashmasam, где-то 17-18 ta qoldi. Malades. Bozoringizni bersin aka. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Respublika bo'yicha 9 ta, past 12 ta filialimiz bor. 322 milliondan ham tushib berasizmi narxini? O'zim mashinam tushib qoldi. Sharmanda. U 322 dan ham narxini tushira olamiz. Yo'q, aka, realni narx. Bo'ladi. Xolasa. Uzil keslar. 7 mersitalik qo'ja salon. Xolasa bank bor. Hamma full narsalari bor. Lyuki bor, ponni panorama. Gapingiz bo'ldim. Hozirgi kunda halol narsaga olib beradigan kompaniyalar, ular ham chiqib ketgan. Siz o'ylamang, 25% dan bank qilishingiz shart emas. Halol narsaga shunda keladi, pulingizni olib beradi. Lekin baylashuv orqali ko'p, halol variantlari ko'p. Agar bo'lib to'lash qilmoqchi bo'lsangiz, unaqalarni ham sizga topishingizga ham yordam berishimiz mumkin.
imkoniyati bor uni ham. Imkoniyat bor. Yo'l ochilib ketdi-yu. Lekin naqdga 322 million zo'r. Naqdga bosing. Uy bilan qarz qilmang. Naqdga oling. Maza qilib oilangiz bilan xotirjamgina. Siz arziysiz, bola chaqangiz arziydi. Og'in qarindoshlaringiz ham bir chekkasida yuradi endi. Iloyim aka, iloyim. Endi aka eng shkolatiga keldik. Akajon, bu etdik, Toyota Rush motorlari bilan Volkswagen коробка mexanizm texnologiyasining o'zi bir tema. Full. Eng full paketda, misol uchun 77si. esingizda bo'lsa, bular ham 33 ming sotilgan mashina. Shunday. Hozirgi kunda 265 million 987 mingga bosib olsa bo'ladi. Mana shu mashina. 266 million. 266 million deylik. Voy malades. Realni zo'r. Buni ham rassrochka bo'lib berishga bir puli bo'lsa, Bank orqali rassrochka bor. Hamma maqtayapti-ku, rassrochka, menda rassrochka, bank domingo deyapti, lekin aslida bank orqali qilib berilayotgan rassrochkadan bizda ham shunaqa variant bor. Xolos siz uni ham berib yuboramiz. 322 million emas, где-то 370 million bo'lishi mumkin. 50 ming, 60 ming farq qilishi mumkin. Narxida ustama qo'yiladi, lekin foiz yo'q. Ustama qo'yiladi, foiz yo'q do'stlar. Mashina bu harom bo'lmaydi. To'g'ri tushuna olinglar. Chunki bay orqali sotilyapti sizga. Aytilgan muddatda 50% to'laysiz, uni sharti. Qolgan 50%ni 2 yilga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Lekin bu mashinaga berganim rasman avtosalonni o'zi bilan kelib Rustam tog'a bilan shartnomani qilib, bemalol bir kunda olib chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zimiz bilan qilib beraman. Hamma. Chunki oxirgilari shuncha foydani qildik. Foyda qilishni bilgan odam zararga ham chidashni bilishi kerak. Oxirigacha sotaveraylik. Bo'laveradi. 266 milliondan ham ozgina skidka bo'lsin. Aka, bular 277 million edi. Xo'p, Skidkani berdik. yana 11 million skidka bo'ldi. Albatta. O'zi boshida 33 ming sotilgan. 33 ming sotilganda birinchi kelganda rosa obzorlarni olganmiz biz. Hozir qarang, 33 mingni kurs ko'ring, qancha o'tib ketdi. Hozir u 22 ming bo'lyapti. 21 ming oshib. 21-22 atrofi o'ylanyapti. 20 ming 240 millionda. Endi tasavvur qilib ko'ring. Xo'p. O'zbekiston bozorida mana shu tochoqqa Xo'p. konkurent modellarni bir solishtirib o'tsak ham bo'ladi. Xohlasangiz. Juda yaxshi ideya. 1.5 turbo motor. 169 ta ot kuchi. 69 ta ot kuchi. Zadniy kamerada. Zadniy kamera, полный panorama tom. Sport o'rindiqlar. Beskutchoy do'stim. Toyota Rush motorlardan jihozlangan Volkswagen коробка mexanizmga ega. 266 million. Albatta. 280 milliondan Haval M6 material salon. Uni ham lyuki bor, panorama emas. Lekin u ham 1.5 turbo MPI motor. Bunda GDI motor, a? Shunday. Akajon qarang. Mayli, boshqalarni qo'yaylik, hammaning rizqi bor. To'ppa-to'p. O Haval bo'ladimi, BYD bo'ladimi, Kia bo'ladimi, farqi yo'q. Lekin buni oldiga tushunmaydi. Hech kimni mahsulotini yerga urishni niyatimiz yo'q. Lekin realnisi mashina temada-yu. 4 yillik ishonch, 3 yil 120 ming kilometr kafolati ham bor. O'zingizlardan. Bemalol kelib, sinovdan o'tib bo'lingan model. Bosvoradigan joy. Maza qilib minishni xohlaysizmi? Bitta olib uzoq minishni xohlaysizmi? Hoji aka, bosvoradigan joyi lekin. Nima deyapti? Malades. Ko'st emas, aka. Halolingiz bo'lsin, bozoringizni bersin, aka. Alloh xayr qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Iloyim. 322 million so'm gibrid. 266 million so'm benzin. 370 million so'm elektr. Juda katta foyda, juda katta skidkasi bilan 345 millionga 2 yilga rassrochka. 50% ni to'lasanglar, elektromobil rassrochka. Pul bilan kelsa, yana ham chegirmas bor. Yana ham qancha? Qancha? 300 million deysiz hozir. Yo'q, yaxshi bo'ldi. O'zimga kelsin deysiz-da, faqat meni topib qo'ng'iroq qiling. Faqat shu Rustam aka menga bo'lsin deydi-da, aka, malades. Yo'q, menga emas, xalqqa bo'lsin deyman. Malades. Aloqaga chiqinglar, maksimal harakat qilamiz. Tepada bo'lsam, pastga tushib, sizlar uchun xizmatdaman. Oddiy xizmatchiman, do'stlar. Malades. Sizlar uchun man bu yerda. Halolingiz bo'lsin. Do'stlar, avtosalon katta, modellar juda ham ko'p. Bu yoqda Dongfeng bor, bu yoqda Shine bor, bu yoqda 212 bor, Pickup bor, IP8 ham bor, a? Keling aka, bunda bitta aylanib G01 bor, bu yoqda Dashing bor. Yana bitta ikkita bunalar bor, boshqalar bor. Muhammadjon, Jetorda originallardan kerak bo'lgan obunachilarimizga mana bir ikkita sanoqlilari qoldi. Sanoqlilari. Kelinlarda bekitib qo'yilganlardan oxiri deng. Jetorda originalda sanoqli qolgan. Ana shularni ham
kesimni chiroyli qilib bitta narxlarda qilib beraman. O'zlarini chiroyli qilib, ha? Bo'laveradi. Albatta. Sidena xotira, slepoy zona, cruise control, mashina 7 o'rindiqlik. Bu 90 plus, ha? 90 plus. 90 O'zim plus. minganlar. 1.6 motor, 2 motor. 1.6 turbina, 197 soat kuchi. Turbo 197 ta. Dashinni ham udardan Dashing. qolgan olasiz. Narigisi 70 70. plus. Bunaqa mashinalar juda ham ko'p. Akamni bir kelib yo'qlab qo'yinglar. Telefon nomerlarini ekranga yozib qo'ydik. Ismlari Rustamjon aka. Kechasi telefon qilsanglar ham omma o'chik bo'ladi. Aniq, chunki akam haqiqatdan ham 4 yildan ham ko'p opti bor, staji bor. Akamiz juda ko'p mashinalarni yaxshi tushunadilar va juda yaxshi bilishadi. Men akani gapini bo'laman. Rustam Auto Center kanalim bor. O'zimning shaxsiy profilim. Mabodoga Instagramga kirib Rustam Auto Center yozsangiz, shaxsan o'zimga ulanish imkoniyati, bog'lanish imkoniyati bo'ladi. Sizni ishingiz yanada tezroq bitadi do'stlar. Xudo xolasa. Barchalarni Auto Center salonimizda kutib qolamiz. Kam bo'lmang aka, bozoringiz bo'lsa, halolingiz bo'lsin aka. Shunchalik sharoitni beryapsiz, ilohim. Benzin Benzin 1.5, 1.2 atmosferli motor. 1.2 atmosfer. Metanda ham yuradi, propanda ham yuradi. Oo. 8 kishilik mexanik korobka. Mexanika korobka 8 kishilik. Joni qattiqlaygan. Polni riskga qatmaydigan akalar bor. Oho. Shahar ichida ham любой do'konchi akalarmi, bog'cha, maktabi borlar borku, o'shalarga ham zo'r variant. Qanaqa model bu? Mana hozir sezon-ku, tog'larga chiqish. Toqqa chiqish. O'shalarga ham bemalol tavsiya qilib xarid qilsalar bo'ladi. Malades. 8 o'rindiqlik. 3-3-2. 3-3-2. 1.2 motor deysizmi? 1.2 atmosferli motor. Malades, malades. Bu nech pul? Xo'p, aka 200 million so'm mashina narxi. Aha. 30% to'lasin, qolgani 3 yilga. 200 million. Halol nasiya avtosalonni o'zi bilan beraman. Qarang, 200 million bo'lsa, 20 million, 10% bo'lsa, 30%, 60 million 60 million so'm to'laydi. 140 million so'm. 140 million 3 yil bo'lib to'laydi. 60 ga shunday 3 yil 36 ga bo'lsam, yana 140 ta Shuni qanchadirdan chiqadi? 2,5 million. 2,5 million, 3 million atrofida. 2,5 million, 3 million. Toshni hisoblamadik, xohlasalar o'sha grafiklarni Ekranga yozib qo'yamiz. Ha, ekranga yozib qo'yamiz. O'sha pul, o'sha summa o'sha ekrandagi shunday bo'linadi hisob. Boshqa hech qanaqa qo'shimcha, yashirin, boshirin, oldi sotdi, nomer texpasport. Halolingiz bo'lsin aka, soting. Sotaylik aka. Do'stlar, like bosib qo'yasizlar, yana avtosalonlarni ko'rsatamiz, yana modellarni ko'rsatamiz, yana rassrochka, shunaqangi haligi foydali, shunaqangi skidkalik joylarni ko'rsatamiz, chunki mashinalar narxi tushyapti va tushayotganda sizlarga shunaqangi zo'r narsalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Like bosib qo'yasizlar, ko'rishamiz.